Salom azizlarim. Sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Bugun meni Allohim yana bizni didorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar bo'lsin. Sizlar bilan chiroyli kartalar tashab, bismillahirrohmanirrohim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Bismillah. Xo'p, ozgina bir pullardan tangli holatlari bo'lib o'tyapti ekan. Achchiqlanishlarimiz bor ekan, jinday bir-birimizdan xafa bo'lganmizmi, qandaydir bir achchiqlanishlar deb aytyapti. Bir kattaroq insonlarda bir bizga jinday ko'magi, yordami kerak bo'lishini aytib o'tib ketyapti. Yangiliklarda kelishi bor deb aytyapti. Kimlardadir qanaqadir bir nimalarda tugatilishi deb aytyapti. Xo'p, kartalarimiz balkim bir kreditingiz bordir, balkim bir birovdan qarzdursiz, ozgina bir puldan tanglik, puldan bir yetishmovchilik bo'layotganini aytib o'tib ketyapti kartalarimiz. Yana achchiqlanishlar, jinday bir-birimizdan bir xafa bo'lgan kunlarimiz bo'lyaptimi bilmadim, shunaqa kunlarda aytib o'tib ketyapti va yana bir katta insonlarda bir ko'magi, bularda bir suhbati, bulardan bir maslahat olishlar deb aytyapti yana kartalarimiz va yana kimlargadir xushxabarlar, yangiliklarni kelishi, balkim yaxshi, balkim yomon, ikkita yangilik kelishi bor deb aytyapti. Ba'zi birlarni ajrimlari bo'lishi, hayotda bir nimanidir tugallanishi, balkim birinchi hayot tugallanib ikkinchi hayotga o'tish davri deb aytyapti. Menimcha jinday bir kartamiz sal negativroq tushib qoldi. Yana bitta karta olib tashlab ko'rayda. Ba'zi birlarimiz shu hayotida tugallanish sababli uyiga ketganlar, ota eshigida yurganlar, ajrimlar yoqasidagilarga menimcha shulardan niqasi deb aytyapti. Albatta pullarni kelishi, yangiliklarda bo'lishi ham bor deb aytyapti. Allohdan so'ragan narsalarimiz, Xudoyimdan so'rayotgan barakalarimiz kelishi deb aytyapti. Ba'zi birlar uchun tug'ilgan kunlar, bayramlar, qandaydir to'ylar bo'lishi ham bor ekan. Xudo xohlasa, hamma uchun bir xil emas, hammaga har xil kartamiz tegishi mumkin, tushishi mumkin. Ba'zi birlar uchun mana bayramlar, tug'ilgan kunlar va chiroyli kunlar kelishi deb aytyapti. Ertangi kunga shu kartalarimiz gapiradi deb o'ylayman. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, qarshisidan chiqqandan amal qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana didorlashguncha sog' bo'lasizlar. Yakka ochirim qildirmoqchi bo'lganlar, Telegram raqamlarim yozilgan. Albatta murojaat qiling. O'qitib tozalatmoqchi bo'lganlar, qaytarma qildirmoqchi bo'lganlar ham albatta yakka ochirim ham, pullik hammasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr azizlarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman va sog'inib qolaman.